İtot, eski tumakka ses hikalı xeridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Bu şirketimizge uyan qo'sh fursatlar nayt ko'p. Bu meningcha bir qatam aşı yetakchi bo'lib, bu ekber chiqsinmiki deyman. Mana bunda fursat yana bor emasmi? Hey, biz yuqoridan muzokaralashib sizni bekitib olgan tursak. Uning ustiga bu Akbarni men toza durust ko'rmadim-ku. O chiqsa bo'lmasmiki? Yo'q, siz uni tushunmaydi ekansiz. Uning og'zi ishtiqomli ko'ngli nayt yaxshi, ham talantli, ham iqtidorli. Mana bunda fursatlar jiq. Bu qatam meningcha ekber chiqsin. Bo'lmaydi, u chiqsa bo'lmaydi. Men bo'lmaydi degandek bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilmang deyman. Voy, qara, yuzim kelib qoldi. Ana. Ha. Assalomu alaykum. Farjaqada. Assalomu alaykum. Ya Allah, direktor. Bu 100 ko'ylik pulni ko'rsak ajab yo'qolib ketdingiz deyman. Qanday adash? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bo'ladi. Kelmaganda hech kunni yo'q ko'rmaysiz. Sizlar birga paralashinglar. Men ishxonaga beraveray, ya. Ha, beravering. Maqamsa. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozir tek yoqibsizlik gapingizni qilib turibdi. G'aytini qilmaganda axcha bu. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilyapti. Yo'q. Rost? Astagfirullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizda menda nima deydiki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap topaqaman degan gap. Avago qarang. Shaytonga nuqsoladigan o'ligishga qatilgan bo'la deyman bu. Saqtib. Nima gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Biz chet elga chiqib o'yin qo'yish to'g'riliq paranglashdik. Qarang, direktor gap naq mushada mana. Avago qarang. Mayli bu qatam qilib chet elga chiqib o'ydigan, o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirib juma bu. Siz tushunmaysiz. Yılanning tesili qo'ygan ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga vago qarang. Avago to'g'ini ko'z taqdimaydigan, sizni birisi askediz yaqtimaydigan juma bu. Buncha olamasiz-ku? Astagfirullah. Men akshi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmayman juma. Siz boy deganlaringiz Ha, yo'q, bu siz buni g'aybat deb o'ylab qolmang, bu g'aybat emas. Uning sifati. Ishqilib odam g'ayvat shikoyatdan turish kerak. Qaysi bir kitobda g'ayvatdan saqlaninglar. G'ayvat zinodan yomon deyilibdi ekan. Na, to'g'ri debdin juma. Qarang, burun bo'lgan shu g'aybat shikoyatni ayollar qiladi. Hozir bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deyman ayollarda. Bu zamonning taraqqiy qilishiga ergashib ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lyapti. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshayman juma. Hey, bu Yaqub menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Toza qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan avo. Ha, rost. Siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab beqing. Toz obdan o'ylang. Bu kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mushu beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mushu beshingizda 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqanyapti. Rost. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yo'q, bara, men sizning ishxonangizga bir 3-4 ta chivin kirib olibdi ekan. Men tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? O'dak bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Toz degani kim u? Bu chaqchaq degan gap, bu chaqchaq degan gap. Chaqchaq emas deyman, nimadan tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak yengga yana gap tepib yuribsiz ona. Nima deb gap topar? Nima deb gap topdi? Shapaq yaguvchisi yozg'i tayva ishlab, gadanguvchi tozg'a damiki deyman. Astagfirullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'nchilik chaqchaq degan bo'p turdi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astagfirullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shunday deb qolsa, siz qarab turasizmi? Ya agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr nertib xinimchachima ananga. Sizni andaq manda deb qolsa, menmi deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang g'azg'a va qizimcha o'z tazg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Ish qilib bo'lgan, men sizga desam qarang. Siz yeng keldingiz emas bizning o'yin qo'shirikdimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz. Uning ustiga avo, men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib chiqsam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi?
Жыңны қаяққа маңса, жіп şu жаққа маңды депті. Сіздің жыңыны мені жіп қоқшыпты абы. Мені жіп қоқшытқанды білемсіз. Мені піштіші деген кеп абы. Мені ғой неме дестесіз, сіздің неме деп жыңыны қоқшыды абы. Ey, bu jığını qoqşasın nem boptu. Қараң, сізді жыңыны қоқшатқаны башқалыны қолайды деген кеп. Бұның сізге жыңын дегеннің беш төшік. Демек, анын кепі сіздің қалыңыз қорық қалысы, ешім yok, қапақ баш қалва, дүт деген кеп мал деймін. Estağfurullah, estağfurullah. Boldu, bu gaplarni qo'yib turaylik. Siz meni birer shunday izlab kirdingizmi? Ya ben o başka şöyle kembeğen ama siz yenge geldikken bazı adamlar düşünmeyesiz. Öyle çetik oyun koydu aşkı kim çıkıyor şuna abi. Sonra bakaydı gen. Benim o siz orlaştırmışsanız bir çıkkın mı? Yok. Asli chet elga chiqadigan son 20. Hoş. Bu 40-50 odamning hammasining chiqqisi bor. Tova, kuyga yağ töse, proyga erva 30 degende kep oldu. Biz asosiyatda hozir muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim çıkıdan oldu? Naqshchi Barat. Barat? Abim maydı. Estağfurullah, karan avağa. Çay demleydiğin çaynik yok, çaydanның çayını içip çoğuğan nemi deyim abi. Çaydan kaçmaydı mı? Onda qo'shsa Tambirchi Qosimchi. Estağfurullah, Kasım. Ben o ezelden bir adamın ki gayretini kılmayayım, özünüz bilirsiniz karan. Abimmas mı ki abi? Onun çağını tembir degen olam da. Bu en yaxşı tembir çalımendeki çeteri çıkma öyle bir umuçun çasına abi. Pişbalaban kılıp şuna bir tembir degen olam deyim. Emse sunaychi Reyimchi. Reyim? Darazım ha? Estağfurullah, apta parasın çıkı çıkmaydı, egizlerinde çıkı çıkmaydı, anıya çıkınamaydı deyim. Onun üstüge bu sunay nelikı, pülever bu aşkası yoğunap ketken imanın ki. Çetel çıksa aylıkı. Doğuzakның otobüsün bekağız yivarı durma abi. Onun üstüge bu sunayını aldı kendi püler kadını sunaycı değil olam da. Usulchi Nasırchi emse. Nasır go, hem de dağ pazarının töküstü mü yavaş bir bala. Kırım diyorsanız, kadre bulursanız şu direkt mıne verdiğin. Lekin aşı ayalı. Memleketke bile çıkamaydı beşiniz ağırtağım ki. Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb, boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbnikilarga yarmaydi, ha? Shunga bizda birlik yo'q. Hele uni tillab, hele buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'mich o'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qani siz dapiqma. Sizlarcha zadi kim chiqsa bo'la? Meningchi mi? Meningchi olsa birincisi siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vacip. İkincisiga ayolıngiz chiqish kerak. Chiqmasa bo'lmaydi. Ayolimi chiqqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, Estağfurullah, çetelning zo'ngtonlari uya-buyak bas xotinni qo'ltiqlab chiqadi ekan, hech nima bo'lmaydi. Uchinchi, to'rtinchisiga meningcha olgan ishga balangiz chiqsin. Voy, bu bolalarımni so'rab nima ish qilaman? Son 20 ga balvoq uchun libos qilib bo'lmadimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqing desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Estağfurullah, aning deginiga men bir şey chiqmayman endi. Siz o'rlashtirmisiniz. Undan deb qo'ygan gap deymiz, aniga pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astagfirullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz vaqo bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Jimiga gapni o'zingiz qilib, haqdan qusur tepib yuradigan odam ekansiz. Nemanda tushunmaydigansiz, nemanda tushunmaydigan ish qilib, men sizgiday aniga pek ishinib ketmoqchiman. Ish qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, paks bilan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qara ketadigan o'xshayman. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningmi poqib olgan bilan tuxumimi bor emasmi? To'qoningmi poqiyadan quyimi bor emasmi? Alloh, siz Tılıpınız tana cevap kaptı ekan. Birisi izlab chiqadi tılıpı qilib sizlar. Ha, shundaymi? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men keldim, qachon o'taman? Ha, keladish, kela. Yo, kela, o'tiraman, keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatı'nın yağı direktörga seni maqtab ağzından bakara terişip ketişmadi. Rahmat adaş. Onun üstüge bu Bayatı'nın yağı direktör nemde edesen chat elge siz baş olup çıkardı deb. Onu mu da? Hem işkemizin konuda sen çıkardı, seni çıksın dedim ben. Onu mu da bana? Bayatım direktörü meni baş olup çıktı ekan. Ben bu qatam turib turay, bana fursat bor deb seni ko'rsatgandim. Aniq sen chiqar. Hem işkemizin konumuz yakın. Sel bazı işler dikkat kılcıma. Mesela?
Ba'zilar direktor seni chiqdi deyman. G'ayratini qilibdi. Ya men hayron qoldim shu. Direktordan so'rasam, depamidi kim g'ayratini qildi deb. Agar qolgan bo'lsam og'zini ishtirdim sening g'ayratini qilgandan. Ya adash, boshqa odamning g'ayratini qilsam o qilsin, bu sening g'ayratini qilgandan og'ziga chaq chiqib qolmamda adash. Ya endi ha, ras. Yo'q, bizning bolalar o'ynagan bir it o'tyapti, ha? It ot? Bizim o'yin qo'shirishlik bir it ot. Ha, o'tgan tayyorlig'a it ot. Akşam bir retlep bizib koyadigan so'zini. Faqatli qarib bir abzasiga kallama kelmidi. Sen esingda olsa akşam bir depagan bo'lsam, da anilib ketib bir yezib olsam bo'pti-ki. Qayroq it ot. Voy, yiliq boshliqqa vaqiradigan bir yeri bor-ku. Ha, endi u boshliq bo'lsa o'ziga degan yurmi? Ha, Shuni deb bilamdimi? depra? Ha, ma'qul. Qopab demam sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Hay, adash bu sen olmasa? Ha, ash rol olgandek. Ha, bir jallaq toza shu. Obrazlik bir depra? Allah. Ha, ma'qul. Shuni beka olgandek. Digida. Boshlayman? Ha. Ha, To'xta. Undan o'ylay, beshni o'ylab qurashtirolay. Ha, boshdan oldik, boshla. Ha. ha, ma'qul. Anlabdi, ha? Ha. Ha, u boshliq bo'lsa o'ziga nimasiga yo'qotishlik qildi bu? Ha? O'tla olamma bu. U ma'qul. Men boshliqdan to'la ko'ranglimisiz? Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, uni o'ldirib asqilib chiqdimmi? Bak hayvanlar bu. 15 ayda 15 qarang'i. Deb tikan deysa, bir kunlar oldimda yo'mutdi. Bo'ldi. Endi boshliq sening oldingda o'mlaydigan sening bir bovoq balang o'g'il. Ey, endi bu boshliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu boshliq? O'miltimi deydi, ha? Hozirla o'mlab beraymi ya? Xato tushirib qoldingiz. Mening sizni tillash niyatim yo'q. Tillash etingimiz urush etinglarmi-ta? Ma'dash. Va sen qarab turib o'tqishtiribsan-ku. Sen boshliqni po'qish desam o'ldigan emas, o'tqish desam bo'lmamdi ekan. Ha? Men nima dedim? Endi bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb turib ekanman. Isit. Akbarning po'qini ursingiz-chi? Nima? Voy, men Akbarni doramdan. Toz chivinni qo'ndirmas, chivin tozni tindirmas deb. Bo'ldi! Ishdan to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Atidan tatib chiqqanman. Bu xato tushirib qoldingiz. Akbar, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, gul chiqarib o'tibman men. Haras, chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizni qilib o'tibman. Adashay, ochqishdagilar. Ishxonaning Sepqi. Ya Allah. Odamlarning peshi qarab baho bagil bo'lmaydi ekan. Jim. To's qilibmi sizni xato tushunib qoldilar? Men siz uchun qurbon bo'lishda ya. Ammo men rost gapni qilsam sizda keskin boshliqni ko'rmagan jim. Sizning bu chiqishingizdan oldin keyin sepimni kesadigan deyman. Ko'rgansiz? Yog'ochning ko'ngli randidan, chivinning ko'ngli gandida. Nima qilgan? Bo'ldi. Chivinning po'qimi? Men chiqib Eshak oldiga o'tib olsa, otning menishi buzilibdi. Tavba qildim. Mush insonlar ba'zi gunohlarni o'z nafsining lazzati uchun qiladi. Lekin g'aybat qilguchi boshqalarning beshiga balo hozir degan gap jin gapkan. Ma boshliqni xalq qaraz uqdi desam, eski tumaq seskali xaridor degan shu-da. Ey. Bu jemi ishni vokil qilsa, ma tansiga jo'bajli yarg'ini qiziqish oldi-da. Rahmat. Voy rahmat. Rahmat.